Bugun darsimizda, ochiq gruppamda darsimizda altruist yoki egoist haqida o'tamiz. Egoist degani bu o'zini sevadigan inson, altruist degani boshqalarni sevadigan insonlar, boshqalar haqida qayg'uradigan inson va hokazo. Natal xaritani olasizlar. Avvalo o'zingiznikini tahlil qilishni o'rganamiz. Keyin boshqa insonlarnikini tahlil qilsangiz a'lo darajada olamiz. Qoq bo'lamiz ikkiga. Agar sayyoralar bu tarafda ko'p bo'lsa, siz altruist. Okay? Bu tarafda ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz egoistsiz. Bu natal xarita kaminaniki, men egoist insonman. Men o'zim haqida o'ylayman va ishlarimni hammasini o'zim qilaman. Boshqaga tobeligim yo'q. Bu agar bu tarafda joylashuvlar ko'p bo'lsa, bu tarafda sayyoralar ko'p bo'lsa, siz altruist insonsiz. Siz altruist insonsiz, siz boshqa insonlar haqida qayg'urasiz. Lekin bir narsa bor. Agar sizni menga o'xshab oyingiz dalifda bo'lsa, siz boshqa insonlar haqida o'ylaysiz. Mana shu narsa meni natal xaritamni balans qildiradi va ziddiyat bor albatta. Menda kurash ketadi. O'zimga yordam berayim, boshqalarga yordam berayim, o'zimga yordam berayim, boshqalarga yordam berayim. Shuni muvozanatga olib kelsam, hammasi zo'r bo'ladi. Xullas, qiladigan ishinglar, natal xaritanglarni olasizlar, yoki birovnikini olasizlar, ikkiga bo'lasizlar. Sayyoralar joylashuvini qaraysizlar. Chapda, ya'ni ascendentda kimda ko'p bo'lsa, sayyoralar ular egoist hisoblanadi. Agar o'nda bo'lsa, ya'ni sharqda, descendentda bo'lsa, ular altruist hisoblanadi. Bugun darsimiz shu. Tushungan bo'lsanglar, bitta insonlar o'zi hamma narsani o'zi qiladi, hammasini o'zi qiladi. O'zi ingliz tilini o'rganadi, o'zi arab tilini o'rganadi, o'zi kerakli joyga boradi, o'ziga ish topib beradi. Bitta adasi boy, yordamchisi bor, orqasida tankasi bor, jamiyat bilan ko'tariladi. Bitta hammasi o'zim. Bet qiyin. Insonlar bilan ko'tarilish albatta yaxshi mavzuda, chunki biza sotsial insonlarmiz. Meni qiladigan ishim egoist bo'lib turib, men juda egoistman. Egoist bo'lib turib, men shu narsani muvozanatga olib kelishim kerak. Agar sizda shunaqa joylashuvlar bo'lsa, albatta muvozanatga intilishingiz shart. Yo'q, Elnur opa, men ikkiga bo'ldim. Menda bitta 4 ta sayyora, bitta 6 ta sayyora yoki menda 5 ta sayyora bitta, menda 5 ta sayyora bitta bo'lsa, tabriklayman, sizda muvozanat bor. Sizda muvozanat bor. Bu yaxshi muvozanatli natal xarita hisoblanadi. Agar bitta 5 ta sayyora, bitta 5 ta sayyora, bitta 6 ta sayyora, bitta 4 ta sayyora bo'lsa, mana shu atrofida yuradi. Bo'lsa, tabriklayman, sizni natal xaritangiz muvozanatda va tabiiy holatda kelgan. Alloh sizga shunaqa taqdir bergan. Iltimos, faqat sayyoralarni hisoblanglar, mana bunaqa joylashuvlarni hisoblamaysizlar. Faqat sayyoralar. Oy, Mars, Yupiter, Neptun, Venera, Uran hisoblamaymiz. Merkuriy, Saturn, Quyosh va Plutonlarni. Kiritmoqchiman qizlar, mana ma'mini topasizlar. Bir xillarniki MSS, ISS har xil turishi mumkin. Mana shu MSni topasizlar, xo'pmi? Keyin IC ni topasizlar. Keyin shuni o'rtasida vizualni ko'zingiz bilan chizig'i o'tkazasiz. Ana o'shandan keyin pallalarni solaysizlar. O'ng tarafmi, chap tarafmi? Vaqt juda ham muhim. Vaqt kirgizmasanglar bilmaysizlar hech qanaqa insonliginglarni. Tushunarli? MSni topamiz, keyin IC ni topamiz. Ular orasida chiziq o'tkazamiz, keyin bo'lamiz.